to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Nexus 3 avtomobilini sotib berishga kelganmiz. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-paysiz avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 71 000 kilometr. Mashina juda ham akkuratli holatda ekan, benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham hamma joyi ideal holatda. Mashinani balonlar absolutni yangi holatda, yaxshi qimmat, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Saloniga o'zingizlar bitta baho berib olinglar, o'rtoqlar. Bitta ham sarapina yo'q, matviy holatda. Laminatsiyalar qilib qo'yilgan, qirilmaganiga. Chexol poligi bor, rul kojinniy, elegant plus komplektatsiyada, shtatniy magnitofon, video registrator bor, signalizatsiya majiklar bor. Patologlari ham oppoq holatda turibdi, hidlanib ketmagan, ideal salon. Kuzovi absolutni top-toza, kraska tegmagan. Kuzovida bitta kichkina aybi bor, u ham bo'lsa, oldi kapotini uchida myatina chiqarilgan ekan, ozgina kraska ko'chgan joyi bor. Buni yuvelirni to'ldirib olsa bo'ladi, bo'yamasdan. Arzimagan pulga. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9000. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisiya va videoni kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.